savolda bog' hosil qilishga qatnashgan degani, masalan mana buniki 3n plus masalan etan bo'lsa, bu propan. Sababi vodorod atomlar soni teng qilib oldim mana. Misol uchun mana buni olib turibman. Bundan formula chiqaramiz. CnH2n plus 2 bo'ladi. Bundan formula chiqaramiz. Cn plus 1 bo'ladi. H2n plus 2 bo'ladi. Mana formula chiqarib oldik bundan. Bog' hosil qilishda qatnashgani mana bu 3ta birikib oxir bitta qo'shiladi, ya'ni 3n plus 1 ko'paygan 2, ya'ni bitta bog'da ikkita orbital qatnashadi, shuning uchun oxirida 2 ko'paytirdik. Birinchisining tenglamasi chiqdi. Ya'ni alkandagi 7 ga 9 orbitallar soni, demak buniki 3n plus 1 ko'paytirilgan 2. Buniki ham xuddi shunday, bunikilar atomlar soniga teng bo'ladi. Shuning uchun atomlar soni mana bizda bor, ya'ni mana bu hisoblash 3n plus 3 bo'ladi. Ko'paygan 2. Shuni hisoblasak, buni ko'paytirib chiqamiz. Bizda ya'ni havosni ochib chiqamiz. Mana buni ochsak 6n plus 2 bo'ldi. Taqsim 7 taqsim 9. Buni ham ochib chiqsak 6n plus 6 bo'ldi. Mana bu yerda 9 bor. 9 ni ko'paytiraveramiz 6 ga. 54 plus 54n plus 18 bo'ladi. Barobar buni ko'paytirsak 42 bo'ladi. Ya'ni 7 ni 6 ko'paytirsak 42n plus 42. Mana buni ayirib olsak 54 dan ayiramiz 42 ni 12 qoladi. 12n barobar buni ayirib olsak 42 ayrilgan 18 24. 24 bo'ldi. 24 12 ga bo'ladigan bo'lsak n teng 2. n teng 2 etan bo'ladi. Alkanimiz etan, alkenimiz propan bo'ladi. Alkan so'rayapti, javob C bo'ladi.